O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan nodavlat oliygohlar, ya'ni xususiy oliygohlarning diplomlari O'zbekistonda tan olinmas ekan degan gaplar bor ekan. Mana shu masalalar yuzasidan hozir sizlarga to'liq qonuniy tushuntirish beraman. Videoni ko'rishdan avval obuna bo'lib, videoga like bosib, videoni xususiy oliygohlarda o'qiydigan tanishlaringizga, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. O'zbekiston Respublikasining 637-sonli qonuni bor. 2020-yil 24-sentyabrda kuchga kirgan. Mana shu qonunda 31-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatgan nodavlat oliygohlarning diplomlari O'zbekiston Respublikasida so'zsiz tan olinadi va davlat oliygohining diplomlari bilan bir xil yuridik kuchga ega hisoblanadi. Siz o'qiyotgan nodavlat oliygohini faoliyat ko'rsatish bo'yicha tegishli ruxsatnomasi, litsenziyasi bo'lsa va akkreditatsiyadan o'tgan bo'lsa, bo'ldi. Bemalol ko'nglingizni xotirjam qilib o'qing. Diplomi O'zbekistonda tan olinadi. Qolgan davlat oliygohlarining diplomlari qanday yuridik kuchga ega bo'lsa, qanday kuchga ega bo'ladigan bo'lsa, sizni ham diplomingiz xuddi shunday kuchga ega. Ishga kirishingizda ham, boshqa bir ishlaringizda ham nima qilishingizdan qat'iy nazar davlatniki bilan siznikining maqomi bir xil hisoblanadi. Agar siz o'qiyotgan xususiy oliygohda litsenziyasi haqiqiy yoki haqiqiy emasligi bo'yicha, diplomi o'tish yoki o'tmasligi bo'yicha shubhalaringiz bo'ladigan bo'lsa, license.gov.uz degan sayt bor. O'sha saytga kirib, siz o'qiyotgan xususiy oliygohingizni diplomi o'tadimi yo'qmi, litsenziyasi bormi yo'qmi, mana shu masalalarni bemalol o'zingiz tekshirib ko'rishingiz mumkin. license.gov.uz saytidan agar siz o'qiyotgan nodavlat oliygohining litsenziyasi chiqadigan bo'lsa, bemalol yuqorida ta'kidlaganimdek ko'nglingizni xotirjam qilib o'qisangiz bo'ladi. Diplomi O'zbekistonda so'zsiz tan olinadi va oldi qochdi gaplariga, o'tmas ekan, o'tar ekan, ali bo'lar ekan, vali bo'lar ekan degan gaplarga ishonmasligingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Bunaqa holatlar sizda duch kelayotgan bo'lsangiz, yuristlarga yoki bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, sizga masalangizga qonuniy yechim topib berishga harakat qilamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va videoni xususiy oliygohlarda o'qiydigan do'stlaringizga, yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.